Minglab dizaynerlar ishsiz qoladi, chunki sun'iy intellekt istalgan dizaynlarni qilib yozmoqda. Siz qanaqa fikrdasiz? Istalgan degan joyiga qo'shilmayman. Yordam berishi mumkin. Rasmlarni generatsiya qilishda yoki tekstlarni haligacha to'g'ri, chiroyli, yaxshi joylashtira olmayapti. Baribir inson qo'liga kerak bo'lyapti. Yaxshi mutaxassislar ishdan bo'shamaydi. Boshlang'ich darajadagi o'zini ustida ishlamagan dizaynerlar ishsiz qolishi mumkin. Chunki doim inson mehnati, qo'l mehnati qadrlanib keladi. Misol uchun Rolex olamizmi, Rolls-Royce olamizmi, qo'lda terilgani uchun ular doim qimmat va qadrlab kelishadi odamlar. Qo'l mehnati bor joyda ijodiylik, erkinlik, baribir boshqacha yondashuv bo'ladi. Buni o'tgan safar ChatGPT bilan gaplashganimizda ham o'zi aytdi. ChatGPTda o'zini ham qarasak, o'zi copywriter, yozuvchilik bo'yicha mutaxassis deb olsak ChatGPTni. Lekin o'ziga ham yozuvchiga vakansiya e'lon qilishgan. Istasangiz buni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.